أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به. Vitr namazının bu mu zada şu vitr namazınınki vacip mütte ya sünnet mütte şunu seçilik. Eğer vacip deb qalsak ularni okunmaydı o demek. Sünnet deb qalsak okuldu demek. فإن الجمهور على جواز ذلك لثبوت ذلك عن فعله صلى الله عليه وسلم. Köpçülük alimlar Resulullah'ın şunda qilganligi sabit bo'lganligi uchun ularning ustida vitr o'qiganligi aniq isbotlangan bo'lganligi uchun o'qisi bo'ladi deb qaraydi. Asli onun qarshi sunnat. Undaki onun qoidasiga ham tushuyadi bu. Wa huwa mimma ya'tamidunahu fil hujjati ala anna laysa bi fard. Farz emas ya vacib emasligini mana mushuni chinab turdi. Do'li ko'z tutdi. Ularni siz o'qigan. Undaki bu vacib emasligining dalili edi. إذ كان قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل على الراحلة. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ularning ustida naflni o'qiyverdi deb ina qilish kelganlikdan ularning ustida o'qigani bu vojib emas namoz ekan deb dalil keltirdi. ولم يصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى قط مفروضة على الراحلة. Farz namozni ularning ustida o'qiganligi qat'iy isbotlanmagan dedi. Men nereden aldım bir yerden bir kitapta gördümü farz namazını ularning ustida o'qiganligi bir hadis kelganda bir yerden alıp buldum. Peki qaysi hadis tafsiloti esimde yo'q. Sahih isbotlangan. Mesela bazen farz namazına nimadan tushmaylam jiddiy ketayotgan ahvolda o'qiyotgan ahvol bormi yo'qmi? Ulardan tushmaydi. Hozir mashinada o'qitimiz-ku masalan. Secde qilolmaymiz, rukuni joyida qilolmaymiz. Teşahhud o'tirolmaymiz, ishorat bilan. Balki hamda ularning ustida bo'lsa kasallik holatmi? Mesela ishoratda o'qigan. Ehtimolliqli bor. Lekin umuman farz namoz ularning ustida o'qilmaydi. Yerga tushib o'qiladi. Uzun seferde muhabbetinde maşin toplaydı. Akıllı maşinde okuyuverdi. Bu endi Resulullah'ın da o'qiganligi bu sunnat deb o'qiyversin buldi deb joizlik qilirishi mumkin. Ham vaqtni ko'z tutib vaqt chiqib qolayotganda nimaga jam qilish bo'lmaydi emasmi? Safarda. Buni deyish mumkin. Endi Rasululloh o'zi to'xtab qolgan yerga tushib o'qiyoladi. Biz mashinaning qoldirimiz sho'pirni degan vaqt to'xtab bunda qilolmaymiz. Manda tarafidami ruxsat qilish mumkin. Şimdi bazı şehirler ara maşin çıkan mı bazı toxtayı bazı toxtamaydı. Ve amma el-Hanefiye var yukarıdaki cumhurna. Yani bir mezhepte fali mekan ittifakın ma'hum ala hadhihi mukaddime. Bu mukaddime yani bir mezhebin makul kıldı. Yani farz namazla ulardan düşüp okuluydu zaten. Nafil namazla ulardan üstü okusun buldu deyince makul kıldı bu. Ve huve enne kulle salat mafruda la tusalla ala rahile. Farz namaz ulardan üstü okulmaydı deyince makul kıldı. واعتقادهم أن الوتر فرض وجب عندهم من ذلك. Farz namaz ularning ustida o'qilmaydi deganga ma'qul qildi. Andan bular vitrni farz deb turoldi. Bunda ikkisini jug'lashtirsak nima bo'ldi? Vajib andam min zalik an la tusalla ala rahila. Bu farz bo'lganiga ularning ustida o'qilmaydi deyish kerak bo'ladi. Hanafi mazhab. Chunki Hanafi mazhab vojib deb qaraydi. Yani farz degandan misol degandan maqsad vojib demak Hanafi mazhab. Ve raddul habara bil qiyas. Hadisni qiyas bilan yandiribdi deydi. Qaysi qiyas bilan? Vitrni boshqa namozga qiyas qilib, ularning ustida bo'lmaydi degan gapni. Vitrni ularning ustida o'qiganligini rad qilib, farzga vojibni qiyas qilmaymiz deb tushib o'qiydi dedi. Nima? Va dalilga doir. Yani bu mazhabda bu vitr farzmi emas, sunnat emas, o'ttirdiroq bir narsa. A'ning taqsimotida ikkidan bo'lib o'tganiga o'ttirdiki bir nima yo'q, bosqich yo'q. Shuni markazi nega kelib chiqdi? Yani tutulmaydi bu mazhab buni. Biz farzmi yo'q, farzda rasul o'qsam bo'lmaydi. Bunu fark etmeydi. Lekin biz fark etganken bu senin degan farz emas zadi deb ana isbot keldi ma'qul. Lekin vitrni ularning ustida o'qidi degan hadischa buni zadi rad qilmay chari yo'q. Bu qiyas fi muqabil nas ve o'zidan boshqa hadislar bo'lishi mumkin. Boshqa hadislar mumkin. Ya vojiblikqa jalliq hamda al-vitr haqqun masalan. Innallohu zalikum salatan
فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا degandek bu hadislar vacibli qili jalla. Lekin ularning ustida vitr o'qigan hadisni boshqa tushunish ahvolida boshqa dalil bormi yo'qmi? Ya boshqa hadis bor bundan. Yani qiyos sulalloh mundarat qilinmaydi. Ya bir ahtarli var yoki boshqa bir tushunishi bor, ta'bil qilish bor. Yoki Rasululloh vitrni o'qigan degan bir rivoyatim bor. Şundan andım bular qiyosni yondashtirsanga hadisdan. Ana amma ma'nilishga, tarjih qilishga yaraydi deb qo'ydi. Vadalika daif, yani bu aciz deb turaylamdi. Qiyos muqobilun nas bo'lgan ekan bu aciz. Wa dhahaba aktharul ulama ila anna al-mar'a idha awtara thumma nama فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانية. Mana shuni yenki so'ralgan masala shu. Masalan, kechida ya qo'polmasmaya bo'ldi, qo'pmay bomda o'g'inaman deb vitrni o'qib ketibdi. Yatqandagi ya uyqusi qochib ketib bo'ldi, nafl namoz o'qiyga deb qo'pabdi. Yoki o'g'inib nafl namoz o'qiyapti, ya birisi o'g'itib qo'yapti, nafl namoz o'qish qiziqib qolibdi. Oxirgi namozni burun taqo'gan, keyin hamda jub namoz o'qidi. Keyin yana vitrni qayta o'qitish kerakmi, kerak emasmi desa, ko'pchilik olimlar kerak emas dedi. Bo'lmasa vitrani fi'layla bo'lib qoladi. Bundan sahobaning ish izlari bor. Sahobalar ayni qilganlar bor. Vitr o'qitib bo'lib, keyin kechida yana namoz o'qib qilgan bo'lsa, hech kim vitr o'qimagan bo'ladi. Shu tarjih qilinadi. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam la vitrani fi'layla. Hadisda aniq dedi. Bir kechida ikki vitr o'qish yo'q. Xarraja zalika Abu Dawud. Demak bu nas hisoblanadi. La vitrani fi'layla ikki qitim vitr o'qish yo'q degan. Namozning oxirisi vitr o'qish kerak degan hadisga boshqa. Bu kelishi keladi. Oxirgi namozingni vitr qildi. Oxir salatga vitr qilsam, shuni zikirdir, lekin zikr qilsam-da, ma yana bir cheklimiga uchraymiz. La vitrani fi'layla degan cheklimiga duch kelib qolgan ekan, bo'ldi, misha to'xtab turlar. İşkili ahvalda bu işkilisinden ustiga xilop kelmay qilmaydi. Shuna sahobaning ishizlarini unda yondashtirsak, bular Rasulullohning mush ko'rsatma bo'yicha bunda tushun, bunda qilgan mush to'g'riroq ekanini uni tarjih qilib, la vitran filaylarga amal qilib, ana qo'yib qo'yadi. Aciz. Qila ko'p jumhurning muqobilidagi gapimda. وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية. Burun vitrga bir rekatni taq bir o'qib, uni jub qilib o'tiblar. Burun vitr o'qidi degan gapdan qutuldi. Faqat vitr o'qimagan jublan o'qigan bo'ldi. Naflash jub nafl bo'lib ketdi. Keyin ondan jub xalgan o'qib qilib, oxirida ondan 3 rekatmi, 5 rekatmi, 1 rekatmi vitr o'qsam, eng oxirgisi vitr qilgan bo'lsa edi. ويوتر أخرى بعد تنفل شفعا dedi. Jub o'qib bo'lgandan keyin bir rakat o'chadi. Eng oxirida vitr o'qitadi. وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر. Vitrni bika qilib o'tib yoki chuvitib, yana boshlardan keyin qayta o'qish degan masala shu deydi. Ya'ni bu fuqaroning kitoblarida naqdul vitr deb bunday ibora sur ekan. Shunda deb ataydi ekan mush masalani. Bir rekat o'qib, burunqi vitr yo burunqi namozni juplashtirib, burunqi vitrni bekor qilib, keyin qaytadan ondan jup namoz o'qib, ondan vitr qolgan chaqda oxirgi chaqda vitr o'qishgan. Demak, bo'ldi bir rekat namoz o'qisa bo'ldi deganlardir. Bu vitr emas, bir rekat namoz bo'ldi. Bunda namoz yo'qda ham Rasulullohning. Cho'mbak ojiz bu. وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر وفيه ضعف من وجهين. Bunun da iki taraftan acizlik noktası var. Birincisi أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه. Sen vitrde niyet kılıp okuyordun. Okup ötep kesip olanken bir rekatni juplab qo'ysam uğatçıda o'zining vitrlikdan adet normal namozga o'zgarib qolamdi, o'zgarib qolmaydi. Bo'ldi katta demakchi. Va thaniyanda tanaffula bi wahidatin ghayra ma'rufin min ash-shar. Şeriatta bir rekat nafl o'qish yo'q. Va tajvizu hada va la tajvizuhu huwa sababul xilaf fi dalik. Va tajviz hada va adam tajvizi deymiz. Va ibora shunday demakchi. Bir rekat nafl o'qishni joiz deyish demaslik, mushu maslik ixtilof sabab bo'lgan ish yo'q deydi. Faman ra'a min al-vitr al-ma'qula va huwa didd ash-shafq. Vitr degan taq degan bo'ldi. 1, 3, 5, 7, 9 mesela. Yani bunda tushunsa qala yanqalibu shaf'an idza udifa ilayhi rak'atun thaniya. Vitr degan taq deganlar bildirdi deganlar. Bir rekat o'qiyotsa, bu chaqda jubni ketadi. Ve men ra'a minhu al-ma'na ash-shar'i.
yo'q shariatda vitr degan bir rakat, yolg'iz bir rakatni vitr deydi deb qarasa, lekin qalbi shafan u jup namozga aylanib ketmaydi. Chunki vitr bo'lib ketib bo'ldi namoz. Vitr bo'lib ketgandan keyin u ikkinchi qatim naflga aylanmaydi deydi. Lanna shafa naflun val vitr sunnatun muakkadatun aw wajibatun. Demak bu jup namozga nafl, vitr degan ya sunnat muakkada jumhurning nazarida yoki mazhabning vojibdir. Bu hozir boshqa bir turdagi namoz, boshqa bir turdagi namozni qanday aylanib qoladi? Boshqa hukmdagi bir namozni qanday aylanadi demak. Sunnat ya vojibni sen naflga aylantirman demak. Vojib taxmitasam buni. Sunnat taxmitas. Amma normalda masalan 3 rakat vitr o'qoy deb namoz o'qiydi deydi. Turib bo'lib bunda yani 4 rakat, 6 rakat bunda bir nafl o'qitib, uningdagi vitr o'qiya deb qolsa, shu 3 rakat vitr deb niyat qilgandan keyin shu namoz turiblam, shu 3 rakat deb niyat qilgan namozni 2 rakatga o'zgartirsa bo'lamda. Masalan biz xudo o'qidik, 2 rakat sunnatni o'qib bo'ldik. Unda 3 rakat vitr o'qiylar deb turdik. Turib yaqman bir 6 rakat ya 8 rakat ya 2 rakat tahajjud o'qib, anda vitr o'qiya deb sal jallanib qoldik hamda. Anchalik shu chaqdandan u vitrni o'qib deb keyin andin yanımında o'qib bunda bir cheklangan rayonda sarsamas uchun halilam namozni nafl o'qitib, maqadi tugan namozimda. Keyin andin vitr o'qib desak bo'lamdi bu. Yani namoz turib niyatni o'zgartsak. Tag'yir niyat. Ma'qul buni aksicha 2 rakat namoz o'qiyana, undan keyin vitr o'qiyaman deb turib bo'lib ya sal bir ish izimga kelib qoldi ya bir aldiradigan bir ish bo'lib hozir mushuni 3 rakat vitr o'qitay deb qolsaqchi. Bu namozda turib niyatni o'zgartirish sirdi. Masalan odat biz peshimga farzga turdik. Turib ya sunnat o'qimoqman ya deb endi ma'na sunnat qilib, undan keyin farz o'qiydi deb qolsaqchi. Mushu al-bina al-da'if la yajuz man bina al-aqwa yajuz degandek qoida chiqarsa, farzdan sunnat kelmasa bo'lmaydi yoki deb bunda. Chunki farzga shuroq to'g'risida masalan sunnat kelgan qiz farzni rad qilgan bo'ldi. Bunun tafsili bazı gap so'zi bo'lishi mumkin. O'tgan bir bahs ko'rgandim, esimda qolmabdi. O'sha to'g'riliq. Sal tafsili gap bor ekan. Balki tijoratga ayirib bunda qildik. Asr namozida jamoat qurayotgan bo'lsa, aldirab chiqib bilan yarati yo'q. To'targa pishimni farzini pishim o'qitgan. Endi deb qilib namoz turib qolgan. Shu chog'dan asr namozida foydani qilib o'zgartirasizlar. Ya turivasi bo'ldi. Xuddi bu nima zilqa. Tayin zulm tayin lag'on degandek. Bu sahrlikdan bo'ladi akşam. Ya hozir sizning o'zingizning mazhabingiz bo'yicha tanaffus qilib boshlanma. Mana nimaganda asr o'qimoqchi. Lekin og'ziga esimda kelib qoldi. Unda kelib qolishi bo'ldi. Og'zaki niyat qilish odatda u shart emas. Qalbdagi hisob. Undan keyin va fiqh qoida la ibra bidannil bayyin xata'uhuma. Undan keyin xatolik xuddalika Alloh taolani bizga chaqirman deb anta abdivana Rabbik deganda Alloh taolani to'g'ri tushundiqanda. Shunga o'xshash qalbdagi shuni hisob qilsak bo'ldi. O bir ağızdaki sabqul lisan deyla. Ağzına yuguruplam bunda deb sağallar. Hisob qilamiz. Vitr namozida qazosini qilishga qasd bir vaqt namoz o'tiramiz, 5 vaqt namozida bizning 5 vaqt yetsa, tartib bo'yicha 5 vaqt ish ketsa, xalsa vitrmi shunga o'tgan ekan-da ya vitr. Vitrmi shu xato chirdi. Shu bir so'tkaning shirki namozi chirdi. Vitrni billa shu tartib bo'yicha qiladi. Uni o'zi ham mazhabda 5 emas, ba'zi 6 namoz deydi. Nada? Degan bo'lmasda 6 namoz degan farzli 6, ya'ni bir kunning bomdati degandek menda. Vitrlar emas, lekin shu vitr shuning qatorda orliqqa qistirib qo'ygan. Qazo qilish kerak. Qazosini qilish kerak. Vojib bo'lgan ekan. Al-babu thani fi rak'atay al-fajr. Bunda namazning 2 rakat sunnati. Bunun sünnetlikide cevap yok. Hammasi ittifak. واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة. Mesela vav ne mu vav mu şu? Vettefakku diyen sözü ki. Mesela adette söz başlayan değil olmasın? Va da. Muşu vav'nın mesela nahvetçili de bakalım mı? Havlu istiftah dedi.
İptidalisin burada, ististasın. Yani başlayan çağda be dep koydu. Ameliyattan bu aksından emas. Yeni başladı bu. Sünnetlikide ittifak. Limuahadatihi sallallahu aleyhi ve sellem ala fi'liha ekstra minhu ala sairin en-nevafili ve tergibeti fiha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğumluk taşlamagan halatda izchil kelganlik üçün bu sünnetlikki hammaning tarafidan ittifak. Başka faziletlik amellerge qarata buni zat taşlamay qilib kelgan. Nevafil ve tergibat deganda mustahab faziletlik amellerge qarata buni qat'iy tashlamagan. Hazreti Ayşe'nin hadisida "Lem yekun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi şey'in minen nevafil eşed ta'ahudan min rak'atayil fajr" degan. Yani bir rivayette Buxariy'deki "Ve lem yekun yad'ahuma abada" degan. Taşlamay o'qiydi. "Xayru mined dunya ve ma fiha" degan rivoyatim bor. Davonkin bu beklam sünnetning ichidagi eng yuqori darajalik ta'kidlangan sunnat. "Ve li'annahu qadaha ba'da tulu'i shams hina nama 'an as-salah." Yani bir dalilim bunun ta'kidlanganligining Rasulullah Laylat Ta'ris uxlab qolgan chaqda qazosini o'qigan farz bilan billah. Qazosini o'qiganligi buni ta'kidlanganligini bildirdi. Rasulullohning alayhisalom peshimning fikriga sunnatni qazo qilganligim bor. Mush qazo qilganligi zodi ham butun musulmonlar jamoatli bilinib qazo qildi. Bu faqat ta'kidlanganligi ko'rsatgan bir hodisa demakchi. Ammo yana bir qarash tikilning nazarda bo'lsa qazo emas deb turoldi. "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakraha fa innahu waqtuha." Nima? Demak, o'g'angan vaqtin shu degini shu ado deb tursa, ma gap chiqadi. Bir namaz vakti, bir namazın vakti kirgizsek mi? Ha, masalan, bir namazdan vaqti, yani bir namazdan vaqti kirgicha chiqarmay turdi desak, o'shada peshingacha degan bo'ladi. Lekin buni alaqa vaqtul fadila, vaqtul javoz, vaqtul karaha deb bunda ayirish mumkin. Xuddi asrni qanday yerda kun sag'irib qolgan qadar u odatga fadila vaqti. Kun sag'irgan chaqda u vaqtul karaha. Ondan oxirgi bir rakatga ulguradigan vaqtni vaqtul ittirar. Manda da ayrıgandek şu bamdatning vaqtini peshinga qadar endi ayirsak bo'ldi. O'ttirdi lekin namoz o'qisa bo'lmaydigan bir vaqt arig'i kirib oldi. Kun chiqayotgan vaqt. Yani ashadisning umumga isilgan taqdirda. Lekin boshqamda, uni boshqa deslar, uni umumda taqsis qilatamdi, bu boshqa masala. Bu bamdatning va qazo qilishmasligi analik safar ustida sunnat namoz o'qilamdi degan masala chetishlik bash. Shunami? Sunnat namoz o'qimaysa degan gap bor. Tabliq qilindi. Farizni qisqartirib o'tib bo'lsa, sunnat namoz o'qiysa degan bir cheklash do'lqini bor. Amaliyotda Rasululloh bundan sunnat o'qigan. O'qisash qanday yo'q. Demak, bamdatning ham shunda ta'kidlangan bu alohidlikda desa, boshqa namoz o'qimaysa, bamdatning sunnatini o'qiysan deydi. Shu sunnat o'qimaysa safarda deganlarmi, bamdatning sunnatini o'qisang mayli deydi. Ma'noda sababini sunnat. Lekin boshqa namozni o'qimaysa deb turadi. Nima uchun Abdullah ibn Umar o'qimagan? Bizning imom emas. Bu sünnet ama şu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu'dan kelgan nimada sünnet o'qilmaydi deb kelganlik uchun bular shuni bakar esla o'qilmaydi dedi. Amaliyotda boshqa sahobalarning o'qigan yerlari bor. Rasulullohning bundan o'qigan yeri bor. Ani Makkaga chigan chaqda salati duhoni o'qiganlik emas. Halaqa ummanining muslima 7 rakat o'qidi deb bag'o shu Makkaga bag'o safar ustiga chiqish. Yani Mekke'nin o'zining diyorga keldi, safarman muqim deb tursa bu boshqa. Lekin namozga qasr qilib undan keyin bu safar holatidami sunnat, nafillarni o'qi. Bu endi tatavvuiy ish bo'lgan ekan, sen o'zingning ahvoliga o'zing hukm qilasan. Bak japoda qilinib qolgan bo'lsa vojib emassan, o'qim ixtiyoran. Bunda turib namozga qizib qolsang, jallanib qolsang, xohlagan nafillar, sunnatni o'qimaydi. Bu o'zingning misol. So'ng sunnatni o'qisang bo'lmaydi deb chekilsak bo'lmaydi. Mesela şu bandatning ahvoliga, asrdan keyin peshmanchi kelgan sunnatni qazo qilganlar, buni qarasak sunnat bo'ldi. Rasululloh endi qazo qilganlik uchun. Vaqtalafu min zalika fi masail ihdaha fil mustahab min al-qira'ati fiha. Bandatning kirgan sunnatida nima o'qish mustahab? Demak, bu yerdagi talash bo'lgan doira nima afzallik mustahablikda. Nima o'qisa joiz, randomda qanday yerdan o'qisa. Lekin mustahab avzil qasir yani iqtidor inda Malik al-mustahab an yaqra fihima bi ummul Qur'an faqat. Imam Malik Fatihani o'qiydi deb turadi. Sur qo'shmaydi. Qo'shmaslik mustahab. Qo'shib o'qisa mayli.
وقال الشافعي لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة. İmam Şafii hem de sözümüzü kılıp okusama meyleşi vakası yok. Yani bu mu xuddan da Maliki yıkılışıp bağında bir gepim. La ba'si degan bu bir xil ya ma Şafii mezhebining kisbining o'zidan iborat bo'lmay, ma'lum shunday iborat turgan bo'lsa, bu boshqa gap. Lekin la ba'si desa bu xilaful avla degan bu. Asli pataran usulda hem de sözümüzü kılıp qalsa hech vaqasi yo'q. Mayli bo'pti deyimiz ham la ba'si. La muakhada. Nimaga qiraat Fatihani o'qishi o'sha mustahab degan. Shu mustahabda xuddi Imom Malikga o'xshash degan bildim shu hozir. Lekin balki bunda iborat surishda bir xilnim bo'lishi mumkin. Imom Shafiining kitoblarida balki kishi qisqa bir sura o'qish mustahab degan bo'lishi mumkin. Istilahlarda la ba'sa deganni Maliki mazhabida bir xilroq Shafiilar ba'zi karahiyatga yaklar mubahlig'i ishlasa. Normal ahvolda xilaful avla, tarkil avla bo'ldi. Mustahabni tashlatganlik bo'ldi. Wa qala Abu Hanifata la tawqifa fihima fil qira'ati yustahabbu. Unda manda shaklda ma'surni o'qish, manda shaklda o'qish deb mustahab deb qaralgan bir ahvol yo'q. Nima o'qisa bo'laverdi. Ya'ni lam yuhaddid. Wa annahu yajuz an yaqra fihima al-mar'u hizbahu min al-layl. Bu kechadan o'zi mansak o'qiyman degan belgilab olgan bo'yicha o'qiyversin bo'laverdi. Kechada o'qiyman qattiqan. Masalan, har kecha men bir para birda o'qiyman degan bo'lsa, tahajjud o'qiyman, bir para o'qiyman degan bo'lsa, yarim paris qilib qolsa, bundan fikirga sunnatni o'qivasi bo'ldi, masalan. Uzroq bo'lsin mayli demoqchi. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Bu to'rtmizning hamma narsalarga bir-biriga ixtilof chiqqan. Bu o'z vaqtida bir-birining nimasi bilan jaraydi. Bildi? Bildi. Munozirlashganlar var. Mesela İmam Muhammed bilan İmam Şafii munozirlashgan. İmam Muhammed ustoz emasmi? İmam Şafii'ning. O'qigan. Hamiltu min ilmi Muhammed himla ba'ir degan. Bir tugiga otqichilik kitobni ashinimda İmam Muhammed ibn Hasanning ilmidan oldim degan İmam Şafii. İmam Ahmad bilan İmam Şafii bu ondan paylangan bu bundan hadis kelgan bunda. İmam Ahmad 164 tug'ilgan. İmam Ahmadning Marvada tug'ildi degan rivoyatim bor. İmam Ahmad Marvada tug'ilib 2 yoshida undan Bag'dodga ko'tarilib kelgan dedi. İmam Şafii G'azada tug'ilib Makkaga 2 yoshda bordi-ku, shunga o'xshash. İmam Ahmad tamda shu agar shu rivoyat to'g'ri bo'lsa Turkmanistonda chiqadi. Tug'ilgan vaqtini hisob qilsak Atansam da Bag'dodlar qo'ymuş buranqi arablardan. Aşağı kumandanning o'g'li, bir hokim bo'lgandek odamning o'g'li. Hanbal cho'ndasiga Ahmad ibn Hanbal degan cho'ndasiga nisbatan. Shular o'zaro uchrashishlar, munozirlashishlar, shogirdlar bilan uchrashishlar, masalan İmam Malik bilan İmam Abu Hanifa uchrashishlar. Bir rivoyatda أهل العراق أهل الشقاق والنفاق دسا وطبعا صورة إمام أبو حنيفة وكان ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق دتكين دسا أبو حنيفة خشمهم سا دبلن دتكين شو جاب إمام مالك سا أبو حنيفة خشمهم سا دتكين ما أبو حنيفة دتكين شن كان مشندا هادر جواب çıkma şu Abu Hanife'den başkası kılamaydı sen çıkma Abu Hanife sا ما أبو حنيفة دتكين demek yani bu Irak sunna tıllıgan diken bu mu Medine'likten unda usallarım ba diye ayetne geçide gelginge yani üçüncü şey olağan İmam Muhammed İmam Malik'in şagitti Abu Hanife'nin şagitti İmam Muhammed ibn Hasan İmam Malik'in şagitti hadisini şunu bilgen ondan İmam Malik'in Muvatta deyen kisbi ne zaten İmam Muhammed ibn Hasan'ın rivayeti en asah rivayet Adir Malik ile şunu en çok tayinliğini şu keyin de hadisi günü bulab Irak'ta varıp Kufa'ya İmam Abu Yusuf'a şagirtisi. Yani İmam Abu Hanife'ye uzun şagirт bulmagan boydu çünkü uzun ötmeyle. Berib nokta boyunca ölüp ketken İmam Muhammed ibn Hasan. 18 yaşlarda belki İmam Abu Hanife ölüp ketken boydu. وقال أبو حنيفة لا توقيف فيهما في القراءة يستحب وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل والسبب في اختلافهم اختلاف قراءته صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة
واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة. Bu ixtilofning sababi Rasululloh zoti namozda qanday o'qigan deganda ixtilof. Ya'ni bizsa bu namozda zoti bir muayyan birisini belgilanish bormi yo'qmi degan masala. Amaliyotda bu vojib deb belgilanish emasmi? Afzallikmi? Vojib deb belgilanish yo'q. Ammo afzallikda hamda Rasulullohning qilgan harakatlariga qarab afzal deyish mumkin. Va zalika annahu ruwiya anhu sallallohu alayhi vasallam annahu kana yukhaffifu rak'atay al-fajr ala ma rawathu Aisha radhiyallohu anha qalat hatta anni aqulu aqra'a fihima bi al-Qur'an am la. Ma desanda u ruwiya degichlik emas, Sahih Muslimlik kelishmi bu? Ya da at-tabit deyish kerak. Muallifning manhaji bo'yicha. Bu Sahih Muslim kitobning ostida qarasangiz balki akhrajahu Muslim deb chiqadi. Belki biraz lafz özgürlüğü vardı o çıkılır. İkisi bir aş. Yuhaffif hatta degen. Demek bek yengil okuyup ben uylap kalktım bunda Fatiha'nı okumamı dürüstlük yengil okuyup dedi. Nayet tezem. Bunun fadahir adamına ennehu kâne yakra'u fîmâ bi ummul Kur'an fakat. Bunun çokum Fatiha'nı okuyup dedi. La salayla bi Fatiha'l kitab degenin bu çokum Fatiha'nı okuyup sürqatmaydı degenin iniq çıkıdı dep qalğanlar. Yani İmam Malik Resulullah'ın şerikte ayışıp şunda Fatiha'nı okuymayız dep turuldu. Ve ruwiya anhu min tariq Abi Hurayra kharrajahu Abu Davud ennehu kâne yakra'u fîmâ bi kul huvallahu ahad ve kul ya eyyuhel kafirun. Bunu Abu Davud'dan İmam Müslim rivayet qilganda, İmam Müslim rivayet qilgan. Yana ondan Kulu amanna billah. Diğerine okallıkın bağı şu. Sahih Müslim'in bağı değil mi? Kulu amanna billah. Nukul ya ehlel kitab ta'ala diyen anı okallıkın bağı. Demek Resulullah'ın bunda okallıkı seyyadisti bağı. Femen zahaba mezhebe hadisi Aişete ihtara kıraate ummel Kur'an fakat. Aişe hadisinin zaten Fatiha'nın okukandı depşengelle. Fatiha'nın okuyumuz dedi İmam Malik. ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة. شكين جالسنا الله قصر قل والله أحد قل يا أيها الكافرون يعني. ومن كان على أصله في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. مؤين من ذا آيات نسرنا بيكسر شيوخ تبقى الله مش آيات كأساسا بلغل ما يمازر أبو حنيفة. لكن بيقول بلغلش واجب تبلغلش يماز. İkincisinden okuyor Şafii. Evet Şafii'yle İmam Ahmed bağ. İmam Ahmed aşağı hadisine asasen Kullâ'l kâfirûn'la ihlasını okuyamaz diyen. Kâla yakra'u fîmâ mâ ahab. Demek Ebu Hanife kâla onu okuydu dedi. Ma mesele tükettiğidir. Demek bu adamdır. Resulullah'ın şunu okuallıkta aşında okuşunun müstahaplıkını bildirdi o demek. Yani Hanefi mezhebinin karşısına kılsak mı? Vacip emez rahatsızlık buldu. Lekin özellik desa hadis bo'yicha hadis kelgandiki Rasulullahning qilgan o'g'anga bir özellikni bildirdi. Bunda namda ikki rakat sunnatiga munosabatlik ikkinchi masala fi sifatil qira'atil mustahabbati fihima. Bu qira'atni zodi ishida o'qimdo, kunlik o'qimdo, mustahab qaysi. Al-khilaf yani fil istihbab. فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإصرار. كربسك قال الله إشدو قيدود مستحب هو شو إشدو قش. وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهر. بقوم كم وخير قوم في ذلك بين الإصرار والجهر. بعضهم اختيار لقد قيبرته. إشدو قسم ميله ولق قسم ميله. والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار. حديثلانين كه حكومة زكب قلدي أمليت زت مستوب. وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيما سرا. رسول الله نزم قمدم بقص قلت فادان أقدم دب قلتم بيندن بو إشد أقدم دينجة çıkıdı. Bu mesela anlam bas falan lam okutuktu de dertte demekçi. ولولا ذلك لم تشك عائشة القراء فيهما بأم القرآن لا. وظاهر ما روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أن قراءته صلى الله عليه وسلم فيما كان جهرا. Onu anlattı Abu Hureyre. Anlagandıkça ülük okuduğu diyeyim. Ameliyatта onda buluşumun hatayın. Bazı işi okumanda pişirler bırak okusa ne mukalladığı ahvalı bağ. Anda Resulullah bazıda sirri halette okuyduğun namazını hatta farz namazını mı peşinde esere namazını mı belaş kendinde ülük ağzını çıkarıp koyduğun ahvalı bağ. Ne mi şu an ise akım tuğallı ügenisi var. Bunu da mesela
Kur'an o'qibdi, manda surni qatib o'qibdi deb o'rganib olsin deb, unda turiblanmasdan Fatihani o'qib bo'lganiga Fatihani joyini ulug' deb unda ishida o'qiblar mana masalan sabbih ismini o'qigan bo'lsa o'tirib joyida ulug' o'qisa aqdullah Fatihani o'qidi, undan keyin sabbih ismini o'qidi deb unda tushundi. Çünkü kana yajarib bil aya aw al ayatayn ahyanan deb. Yani farz namazda ishida o'qilgan namozni biroz kanda ulug' o'qib qo'ydim uchun aqdullah o'rganib olsin. Va anna qira'atuhu alayhi salatu vassalam fi makana jahran degan Abu Hurayraning gapini yoki Yo'q, shuningdan ag'in o'qimadi. Qur'on Karimni o'qidi, Ixlosni o'qidi degandan biz nima deb tushunamiz? Rasulullohning ulug' o'qitgan deb tushunamiz. Mafhumi. bir oyatni o'qigan bo'lsa fuqarolar. Ha. Yani ba'zi ishida o'qitmasan, unda sal pishirilabroq o'qisa, sal o'zini qo'yib turib, ishida o'qisimi yaqin turgandan o'qoladi. Pishirroq turgan bo'lsa. Ba'zan o'sha farz namozni olmasan, misolni bilan turib qolsa, ba'zilar ishida Fatihani o'qiydi bo'ladi. Biz anglab turibmiz. Demak, bunda oldigan hukm o'xshash bo'lmadi hozir. Walavla zalika ma alima Abu Hurayra ma kana yaqra'u fima. Jahri o'qimagan bo'lsa, Abu Hurayra qanday o'qitini, qasurligini فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال إما باختيار الجهر إن رجح حديث أبي هريرة حديث ترجيح الله ألق قيددا وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير ديلا وتخيير واختيار ده جمعي عشان يشد أقوال نسبول دم. المسألة الثالثة يعني المتعلقة بركعتي الفجر ديلا في الذي لم يصلي ركعتي الفجر Kaka bamdatning shikirga sunnatini o'qimagan kishi bu. Va adrakal imama fi salah. Shikirga sunnatini o'qimagan bamdatni. Shunda naskisisak immoxonim farziga turib o'qitibdi yoki. Aw dakhala masjid yusallima fa uqimat salah. Yoki masjid shunda sizda takbir chiqib qoldi. Bunda avval qanday qilamiz? Sunnat kutiramdi yoki farzga turaveramdi? فقال مالك إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام. Mescidga kirib bo'lgan bo'lsa, takbir tushirilib qolsa, imom bilan birga turaversin. Va la yarka'uhuma, la yusalli imam demakchi, la yusalli rak'atay sunna fil masjid. Masjidga kirib bo'lgan ekan, masjidning ichida o'qiyolmaydi o ish kirgan sunna. Val imam yusallil fard. Ya'ni imom farzni o'qiyotgan holatda masjidning ichida turib, bu ish kirgan sunnatni o'qimaydi. Va in kana lam yadkhul al masjid, masjidning ichidagi o'ylis qolmasdan, peshayvallidan, sirtqında chigan chaqda anglab qoldi imom o'qiyotganligi farz bitirilib bo'lganligi yo mikrofonda yo uzukroq o'qigan bo'lsa uqdi fa illam yakhaf an yafutahu al-imam bi rak'a imom bir rakatni o'qitib qoladi deb ansirmagan ahvolda sunnat o'qiyosin. Yani mishddan sirti turiblam, peshayvan turiblam, o'ylis turiblam, fikriga sunnat o'qilib, ondan mishddan kirib jamoatga qitiladi. Agar imom men sunnat o'qib bir rakat o'qitib bo'ldi deb qolsa, o'chadi o'qimaylan kiraverdim. Jamoat qitildi. Summa yusallima idza ta'at shams. Ondan jamoatdan o'qib yo kun chiqib bo'lgandan keyin nayiz bo'yi ko'tarilib bo'lgandan keyin ondan fikriga sunnatni o'qib oladi. Undan keyin vaqt o'tib o'qimayotganda unamiz. Bundan keyin ma? Belki yoki hamda isfar qilgan ahvol bo'lib qolsa, shu salom Rasululloh vaqtil mamnu kirib qoladi. Shuni to'xtab turadi. Wa wafaqa Abu Hanifa Malikan fil farq bayna yadkhul al-masjid aw la yadkhulu. İmam Abu Hanifa İmam Malik'ninki meşki kirib bo'lgan ya kirmagan taqmanda ahvolni ayirish masalasida udul keldi dedi. Ma'qul keldi. Wa khalafahu fil hadd fi zalik. Lekin aşını çegirisini ayırışta muhkumi dedi. Faqala mesela da yerke ama xarija masjid ma damna yudriku rak'atan min as-subhi ma'al imam. İmam Malik degende buram. Mush bamdatning ishkirgasini o'qiyman deb bamdatning bir rakat farzi qo'ldan ketib qolgan bo'lsa, yugurib chiqib o'qiydi degan. Yani İmam Abu Hanifa debdi, "Mishdan sirti olsun, ishi olsun, ma'qul bir gap, ammo bir rakat qo'ldan ketish emas, oxirgi bir rakatga ulgurmaslik ma'ni asos qilmaz debdi. İkisinin farkı vardır. Mesela İmam Malik'in hazırda imam birinci rekat tuğan ahval bolsa, bir rekatni qo'ldan ketadigan bo'lsa, yani ikkinchi rekat to'liq ulgurmaydigan bo'lsa, qachida imom bilan bildirmas. İmam Abu Hanifa'dan birinchi rekat qo'ldan ketsimi, ikkinchi rekatga ulguradigan bo'lsa, yana sunnatni o'qiyveramiz deydi.
وقال الشافعي إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلا. Tekbir tushirib qolsa, u o'qiyotgandigo albatta darhol ketlam jamoat ketlamas. Lekin tekbir tushirib qolgancha kirgan ahvoldimi, tekbir shunda boshlangandikidan bo'ldi. Sunnat namozni o'qimay, farz namozni turmas. La daxilal masjidi va la xarija. Mislan ichi olsin, sirti olsin o'xshash. Bu hamda nimaga asoslandi? إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة دقائق. وحكى ابن المنذر أن قوما جوزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ. أن ابن المنذر مثلا إجماع يا أوسط يعني اختلاف العلماء ديجان كتابlar da hikoya qilishicha imom namoz farz namozni o'qiyotgan bo'lsin bomdodning farzini sen kirsan masjidning ishida bo'lsanmi ya'ni imom Malik masjidning sirtida bordigo imom Abu Hanifa ishida bo'lsam masjidning ishida turib bitirib turib o'qiyversa bomdodning sunnatini Ulgurdu odatda. Bomdodda normalda bizning vatanda uzroq o'qiydi. Bir mubin o'qiydigan masalan. Uning ustiga Rasulullohning sunnati va bomdodning fikriga sunnatini o'qish. Va Hazrat Oysha hadisga yana qisqa. Alloh ahadlarga ahnoqonga o'qisa ulgurib bo'lalaydi. والسبب في اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدسنك حكومة اختلاف قلبي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة يعني مش فرض نماز اسمه تكبير شرب قاسة وقل وطن شغدا فلا صلاة أي صلاة مش غير المكتوبة غير الفرض شو نمازدن باشقا يعني فرض نمازدن باشقا نماز أقل ما يدو دينا Bamdan aşkırga sünnetimi şunu işleyelim. Cumhurun karışımı şu. Yani İmam Malik'le İmam Ebu Hanife mayana çıkılan bilen köpçülükün ağalının, köpçülük sahabının karışımı şu. Peki şahit degene o köp sahabından rivayet kuturup şahit demeydi ona. Yani erken olmaz degene şu. İde ukimet salat, fala salata illal mektuba degene karış. Kavmen cevvazu degene ve şahit degene İbn-i Mesud'dan rivayet kılan buluşu mümkün. İbn-i Muzir'mi İmam Şafii'nin şagirtleri katar degene. Lekin o'zaldığı sal ayrimroq hamda qarashlar va sal mazhabdan ayrilib chiqmagandek hisoblansa amaliyotda tabaqat Shafi'iyya daris kirdi. Shu xilof masalasida ash kitob bek muhim. Bu avsat degan kitob bo'lib qolsa mana to'liq bo'lsin. Nurg'un mazhabi yo'qolib ketgan, o'chib ketgan olimlar bor. Shu mazhabni tirildirish mumkin. Osman al-Batti, Ibn Shubruma, mesela Ibn Abi Layla'nın hamma qarashları aytgan kitobim yo'q. Mesela Abu Yusuf'ninki kitobı ixtilof Abu Hanifa va Ibn Abi Layla deb tushunama. Anında ba'zi bir qismindaydi. Lekin hamma to'liq qarashlari yo'qolib ketdi uning. Chunki shogirdlar kitob yozib qoldimizda, ma kitobni olib qolsammi qarashini tirildiga bo'ldi. Shular, fuqarolar amsal degan shular. Ondan keyin 4, 5 ya 7 dan boshqalarning hammasidan qarashini kitob yozib qoldirmaganlikdan shogirdlari. Yoki unda sagak tirishgan shogirdni tanlayolmaganlikdan ular. Shunga mazhabi qilmagan. Ama Abu Hanife mesela Şafii'de qanday qilgan desanglar, shogirdni faqat ziraklik, shu ilmiy mesela istidoda kuchli qilib qolsa, hatto pul xaylab pul veribmi endi saqlagan. Mesela Abu Yusuf mesela, Abu Shula shunda saqlagan olimlar. Pul yo'q desam akada pul verib, butun ehtiyojni qamlab turib, unda saqlagandan keyin bular yetib chiqqandan keyin mazhabini unda yezib yoki so'zlab shogird etib saqlagan. Başka olimlar shunday o'lib ketgandan keyin shogirdlari terapiyalar bilan tekshirdi. İmam Zufar Abu Yusuf'un şagirdi. İmam Abu Hanife'nin şagirdi. Ama şu İmam Abu Hanife'nin adet 30 ya 40 tek şagirdi. Mukim turuq asas şagirdlerden şunchalik borki, buna neticesi fatva yaraydi, neticesi qozi bo'lishga yaraydi. Anda neticesi hem fatva berishga hem qozilik yaraydi deydigan bunda ayirib sanaydiganlar bor. Bu shu vakiya masalan Abdullah ibn Mubarak muşular mesela şagirdleri. Şagirdi. Şafii'nin ustazı. Şu vakiya şu da kavtu ila vakiyan su ahad dediğini. Şu Şafii'nin kavresinin yanında olsun. Lekin şu vakiya şu olsam. Çıkı olab qolmay şu olab qolsa. Shunda bo'lsa nihoyatda mumkin uni ijro qilish. فمن حمل هذا على عمومه
لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. Umum yüzlük asam hadisinin hükmüne. Farz namazga tuğandikillam ya tekbir düşürülgendikillam bamdatdan şikirgesinde okusu bulmaydı dep qaradı. Mescidin sizde olsun, sırtızda olsun. Ve men qasara alal mescid fakat ecaza zalika kharicel mescid ma lam tafuthul farida aw lam yafutu minha juz'un. Hamda mescidin içideki gap bu, sırtı gap bunun başqa dep turwasa. Yani iza uqimatis salat fala salata dakhil al mescid illa al maktuba. Munda tushunsa, çünkü bir adam da sünnet okutursan bir egizpaslik ya imam ixtaqma ayırım bölünüp algandek bunda avval çıkıdı degan bolsa sünnet namazını sen mescidin sırtı okuasan buludu. Lekin bunun bir rekatini qo'ldan bermagan ahvolda, farzning bir rekati qo'ldan ketmagan ahvolda. Ve men zahaba madhab al-umum fal-illa indahu fi an-nahy inma huwa al-ishtighal bin-nafl ala al-farida. Umum deb şengeller yap, umumizlik bo'lmaydi deb şekilde deganlar. Farz namoz o'qilayotgan chog'da nafl bilan mashg'ul bo'lish zot bo'lmaydi. Shuni chekildi buni. Ve men qasara zalika ala al-masjid fal-illa indahu inma huwa an takuna salatan ma'an fi mawdan wahid. Misda ayında o'qsam bo'lmay, sirtda o'qsam bo'ldi degan Imom Malik o'xshash. Bu ikki namozni bir yerda unda ayrim-ayrim o'qsam bo'lmaydi demak. Limakan al-ikhtilaf ala al-imam, yani la taxtalifu alayya dedigo, inma ju'ila al-imam li-yutamma bihi. İmam baş namoz o'qisa, sen boshqa namoz o'qib, ixtilof paydo qiladi. Kama ruya an Abi Salama ibn Abdurrahman, yani Abdurrahman ibn Avfning o'g'li Abu Salama. Annahu qala sami'a qawmun al-iqamata faqamu yusallun. Tekbir şuna sürülgendikinden cemaat namazı kuşkoptu. Kharaca aleyhim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekale as-salatani man, as-salatani man. Bu cemaat nimen namazı okuşup kubaptıken tekbir şuna perez okuşuk emas, sünnet okuşup kubaptıken. Tekbir şuna Kur'an okup ya zikre etip oturup tekbir şuna şuna oy bomlarının işkirkesinde okuyor da falakışıp tuğan iken işki namazını bir vakit okuntanlar. Bu hadis mursallik. Hacırak. As-salatani ma'an hadisun mursal. Niçin mursal? Ebu Salama ibn Abdurrahman ibn Avf. Babamız Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh rivayet kıldı deydi. Ebu Salama ibn Abdurrahman ibn Avf dedi. Şimdi ama bunun oğlu olan kim bu? Sahabe emas mı Ebu Salama? Buradan da irsal kıldı. Çok mu tahricdeyiz. Bu itti aslı karıtanlar. Mursal hadisleri. Kale ve derke fi salatin as-subh. Muşu vakalik bamdat namazda bo'lgan va rakatayn allatayni qabla as-subh. Demek avval okumakçı olab tuğan namaz bamdatdan ilgerike ikki sünnet. Ve innema ikhtalafa Malik ve Ebu Hanife fil qadr alladhi yura'a min fawat salat al-farida min qibl ikhtilafihim fil qadr alladhi bihi yafutu fadl salat al-cema'a. Demek ki İmam Ebu Hanife bir rekatga ulguralsa bir rekat qo'ldan ketib qolsa mayli dedi. İmam Malik bir rekat qo'ldan ketib qolgan ahvolda bo'lmaydi deb turadi desa, bunun ixtilofning sababi nima desa, jamoat namoziga ulgurmaslik qachonda bunda ulgurdi, qachonda ulgurmaydi deydi. Buni o'lchamlamakda, shu o'lchamda ixtiloflar qolganlik uchun andan ma'noda ixtiloflashdi. Lil mustag'il bi rak'atayil fajr. Bamdatning ikki rakat sunnatini o'qiyotgan kishi qachon jamoat namozining fazilatiga ulguradigan yo ulgurmagan bo'ldi. إذا كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر. Bularni bunda selishtirgan gap. Bamdatning kirgan sunnatining fazilati beklam ta'kidlangan bu. Ta'kidlangan endi jamoatning namozimi 27 25 deb salatul jamoa xayrun min salatul fard bi 25 daraja degan. Ammo 25 darajani erish yuqoriroqmi yoki bundan kirgan sunnatini o'qilib andan qo'ldan bermay nima qilish buni savobi yo'qmi? Xayrun minad dunya va ma fiha deganki 25 dan ba xayrun minad dunya va ma fiha kuchliroq deb manda tarjih qilib qolsa, buni bir xil hamda istidlol ekan. Da tijoratchiligimda o'ylaydigan bo'lsam, andadan foyda yo'qmi, manadanmi deb. Oldigan savobni bakrak ko'z tutib hisoblab qo'yibdi. إذا كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها وغنك كب دب قرار ده فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوت فضل صلاة الجماعة ondan keyin farz namozning bir rakat qo'ldan ketib qolsa, jamoat namozi qo'ldan ketib qoldi deb qarasa. Birinchi rakat ketsa-mu, jamoat namozi qo'ldan ketdi deydi ekan. İmam Malik qo'sha. Qala yatashag'al biha ma lam tafut rak'atun min as-salat.
al-mafruh. Bir rekat qo'ldan ketgan qadar mashg'ullab nima qilsin mayli. Lekin bir rekat qo'ldan ketgan bo'lsa o'qimaylarmi shu? Farzga tursin dedi Imom Malik. Va man ra'a annahu yudrikul fadl idza adraka rak'atan min as-salah liqawli sallallahu man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Mana namozning bir rekatga ulgurgan kishi adraka nima? Hukm salatul jamoa ya fadl salatul jamoa dedik buni. Shunda ta'vil qildik-ku. Ishqil ta'vil qilib bizga to'xtadik. Jamoa namozi ulguya hisobda degan manda deb qarasak, yoki vaqtda salat desa, vaqtida o'qigan hisobda desak bo'ldimi? Bu yerda fadlaha deganni biz manda hisoblab turib degan gap. Jamoatning fazilatiga erishgan bo'ladi deb tushunsa, va hamala dalga ala umumihi. Nozim bomdatning sunnati bo'lsin, farz namoz bo'lsin, hammasiga ishlataveribdi. Fi tariki dalika qasdan aw bi g'ayri ixtiyor. Umumliq nima buni maqsadli qasdan tashlashsin. Yani man adraka rak'atan min as-salah wa lam yudrik baqiha imma qasdan va imma ittiraran degan. Aw bi g'ayri ixtiyor. Mesela bu yerda qasdan tashlayotgan bo'ldi. Kechki qadam endi bi g'ayri ixtiyor tashlayotgan desak, o'qiyavergan turib qachchi buni tashlatib mandarim qilgan bu. Maqsad qaldi bo'ldi. Maqsad qaldi bo'lsa, shu umumiy kirdi. Man adraka rak'atan min as-salah qasdan aw bighayri ixtiyor faqat adraka fadl al-jamaa degan bo'ladi debdi. Qala yatashaghalu biha ma dhanna annahu yudriku rak'atan minha. Bir rakatga ulgura olayman deganga qadar o'qiyverdi. Lekin bir rakat, ya'ni oxirgi bir rakatni ulgurmaydigan bo'lsa bo'ldi. Qo'y. ومالك كما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها. İmam Malik hamda bu hadisden qanday şunu olsa bunu ötküzütey deb maqsad qilmagan holda o'tib ketib qolsa hamda mayli deb manda tushundir. Lekin qasdan bo'lsa bo'lmaydi demak. ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها. Şuna qasdan holatda bir rakatni o'tkazib qolsa jamoatning fazilati qo'ldan ketib qoldi deb qarabdi. Wa amma man ajaza rak'atay al-fajr fil masjid was-salatu tuqam amda shazga ibn Munzir rivoyatdan qarashog'i bomdod namozni farz o'qilayotganda masjidda misbah ishda shu jamoatning qasd turib farzni o'qimay jamoat bilan sunnatni o'qisa mayli deb qaraganlar. Fasaba fi dalika ahad amrayn. Bularning bunda deyishki sabab nima desa, imma annahu lam yasih indahu hadha al-athar aw lam yablughu. Bu hadisdan bexabar qolgan bo'lishi mumkin. Yoki sey emas deb qaragan bo'lishi mumkin. Sey emas deb qarashga o'rin yo'q, chunki bu hadis nada? Sey Muslimda. İza uqimat as-salat fala salata illa al-maktuba. Hadis rawahu Muslim. Sey emas deyishki, balki xavaz qolgan, balki ehtimolli. Allohu a'lam. Qala Abu Bakr ibn al-Munzir wa atharun sabit, ya'ni sahih في أحد الصحيحين ليلة ما كتابنا المسلم أبو بكر بن المنذر من سيد مكشن يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هو مسلم رواية غاديس وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البر ابن عبد البر ما سيد بكم قيغان خاص كتاب ده استذكار ده يا تمهيد ده ابن عبد البر إيش كتبه أيوان كتابه 18 مجلد çıkıyor. Birisi temhid. Et-temhid lima fil muvatta'i min el-asanid. Ma yukarıda meseleden de tartışıyor. Rezilden mezhepten aciz olmadı. İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel'in bir mezhep. Bu amda asasen İmam Abu Hanife'den İmam Malik'in mezhebida ichkirisini qo'ldan bermay qilish mumkin bo'lgan ahvolda mushuni qo'ldan bermasak, chunki buni Rasululloh bak ta'kidlagan namozda deb mundaqar. Bu mana tushunishim o'shanda. Mana men Shafi'ning ikki so'zini aytib turman. Yadishning qilib shu bilan so'zlab turibman. Rasululloh dedilar to'g'ri. U hadis vaken ana Abdullah Kirgiston bilan bu دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء. بالشتى وقلب بالشتى صلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ أنا يبرد سواك مر رجل وقد أقيم صلاة الصبح لما نماز قلنا بنوم أي بين رسنا كتوس baştaki biz okuyan hadis mürasalat ile mektubda. Bizden teşhide okusun diyen nime ulan? İmam Şafii Ahmed bin Hanbel. Ya şu aç. Konusunu da öyle
Ya hadiste hazır bundaga kimde demoqchi bu. Hadiste sirtda o'qigan bo'lsa, to'sqan bo'lsa-da, qanday ma ishida o'qiganligim deydi. Ya bu mümkün, ehtimollik bormi bunda? Ehtimollik bor. Bular ma'liqa ikkining savobini o'lchalab baqsa, ma'sal ig'rostida qo'ymasin. Hijrat qildim ba'zimi nisf dunyoga. Bu ishkilisda qildim ba'maslik bir nima? Bir namozda bir o'rinda chiqadi, bir o'rinda o'qisa ma'lum. Xitlab bo'ldi. O'ylamoq chiqsin. Asl uyda o'qib chiqish yosh bakrak bir xil sunnat da. Rasulullohning uyda o'qib chiqdi-ku. Bas degandan nima sadaq qildi? Ishkilga tayyatmas to'qson. Namazdan chiqqandan keyin namazda O'sha tayyatmasdan boshqa. Normaldan tayyatmasni endi o'qisa bo'ladi. Chunki u masjidga chiganda o'qiladigan namoz bo'lgan ekan, odatdagi nafl namoz emas. Ama Şafii mazhablar malaha sabab. Mesela cenazemiz gap qarşıca cenazemiz okuması buldu mesela. İmam Malik diyen namaz çevre çıkardı ama namaz çevre. Ben kendi şirketinde namazı kimden okuvarsa. Ya şu şirket de sünnet ne? Resulullah ilgili okanma, bundan ilgili kim okanma? Resulullah kim okumagan ama şu Resulullah'ın sünnetinin boyuş kısa oldu. Mümkün kadar ama tan aşında kısa oldu demek ki. Neyse Resulullah yani tebrik için bunu okuyan. Bizim tebrik için bunu okumaktı. Kim kardeş namazı kâzi için okusa namazı mümkün. Namazı için oksa Ben şu hadis yok onun da. Onun İmam Adem'in gibi var. Namazı okusa olmayacak. Qanday chaqda? Namazın ki Bundan keyin nima uchun o'qisa bo'lmaydi desa, bizning isfar tuzumimiz bo'yicha salom bergandan keyin asosan shu vaqtida kirib qoladi. Shuna bo'lmasa burun o'qigan avvalda u isfarmo muayyan va vajib emas. Afzallikga gap. Buraq o'qigan bo'lsa, vaqt bo'lsa, mayli. Ba'zi jumhurning qarashidaydi. Jumhur demasakmi chiqib bunda ko'pchilik bir asal ig'rivasidan İmam Malik, İmam Abu Hanifa mayanda chiqib bo'lsa, biz ma kitobchikini aynan dalil bilan o'ttirib qo'yib qo'yamiz. Bu kitobning ismiga loyiq Bidayatul Mujtahid bo'lganki har biraylar o'qigan kishi dalilini qanoatlanishga asosan tarjih qilib bir narsa bo'ldi. Bir fikrni buni tanqid bo'lmaydi. Kullu mujtahid musib. Lekin ma'rifat mazmunini biz tushunishdan endi tushunsak, bular shu zadim shuni bir qo'ldan bermay, mush fazilatga erishsak bo'ldi deb bak erishmaslik qilganligidan kelib chiqishi. Amaliyotdan da sirt o'ylis to'qibni qilsa ulguradigan bo'lsa, bu bizning shu tomonni bir chataq chiqmaydi undan. Normal. Farazdagi opasini qo'yaverdi. 25 savab chiqma, dünya ve ma fiha çıkmaz. Albatta dünya ve ma fiha. Yani aslında ben mübalağa duruşumum diye. Cemaat namazının artık değil mi? Kanda artık değil mi? Sınırda okuymadık namazın, tayet namazının kap kalgandır diye. Ya fariz namazın toluk kanmaydı o demek. Şu fariz namazı okup cemaat namazını kim okuvarsa? Demek yani bu anda, bu aşında yani. Siz şunda düşünüp, şunda asıl buldu. Belki bizim şunda düşünsek mi buldu bu hem de bir xil kamchilik bor. Alimlar ixtiloflashibdi. Mayli. قال أبو بكر بن المنذر هو أثر ثابت عن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البر وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود رضي الله عنه تكبيردن كين Mishning ichida ikkirka sunnat o'qib chiqqan Ibn Mas'ud. Dalika Hanafiya albatta buni olibdi. Ko'pchilik bo'lgan. Salat ila maktubiyat Ibn Mas'ud naql qilgan. Bu Ibn Mas'ud aslida rivoyat qilib turib, o'zi anda qilganlikka o'zining anda tushunganligini bildirdi. Demak, hadisni shunday tushunmaydi demoqchi.
Mescidin içi var mı? İçinde tutup şu namaz okumak vaktida okuşuna diyoruz yani. İşide bu işi mümkün bir şey. Şazda qaragan qarashmış bo'lsa kerak. Unda sahabının kelgan şazdisi var, taza jirik gap bo'lib qoldi bu. Hatta İbn Muzanna falan cevazu ruku'anlar mescidde yusalli ve huwa şaz. Mesela işide o'qishga Shafiy, Maliki, mesela o'tag'alni mashqasini yaqtidiq-ku. Ha, xarij deb keldi deymiz Ibn Mas'ud. O'ylashda qo'lish kepti. Tamam. Shunga asosini turib hadisni unda tushundiq qismaydi. والرابعة يعني المسألة الرابعة من مسائل ركعتي الفجر في وقت قضائها إذا فاتت o'qiyolmay o'tib ketib qoldi. Bayatimizni demoqchi o'g'limiz qanday qilsa qilib bir o'qish kerakdir. Bir rakatga ulguradi, g'alam bo'lsak o'qib oladi. Hamda unda ulgurmay o'tib ketib qoldi deylar. Bamdatni ish kerakini o'qiyotdi. Fa inna ta'ifatan qalat yaqdiha ba'da salati subh. Bir grup olimlar bamdatnimizningki qazosini o'qiydi dedi Imom Shafiy bu. Va bihi qala Ata va ibn Jurayj bular tabi'inlar deylar. Va qala qawmun yaqdiha ba'da tulu'i ash-shams. Kun chiqib qolgandan keyin qazosini qilsa bo'ldi. Bular balki ba'da salat subhni qilmay kun chiqqacha tulu'i ash-shamsdan keyin qazosini qildi degan bo'lishi mumkin. Shunami? Bu Hanabila va Hanafiyya. Chunki vaqtni nahiy bo'lib qoldi. Vaqtni nahiyda o'qimay saqlab turib, uni o'tkazayotgan ekan unda o'qiydi dedi. ومن هؤلاء من جعل لها هذا الوقت غير المتسع. بعضهم مش وقت شو شاد وقيده ونن başladı okumaydı da bunda belgili oldu. ومنهم من جعله لها متسع. سلكن taşa koyup peygamberin bari. فقال يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال. Gün qayrılgan kadar, gün çıkkandan tatip gün qayrılgan kadar, gün çıkış degenge dışarıda irtifa'uha qadr rumh deydi. Çeklengen vaqt ötep ketip neyz böyle kötürülgendiğin kindin tatip gün qayrılgan kadar okusu buldu depti. Ve la yaqdiha ba'da zawal. Gün qayrılgan iken peşin vaqt ketdi go. Ulan gün qazasını qilmaydi, bo'ldi ketdi. Qaza demaylar, buni xuddi baytin qariniyanda shu vaqti desek, vaqtul ittirar desek. Ve haula allazina qalu bil qada. Shu chaq qadar qaza qis bo'ldi, mayan qadar qaza qis bo'ldi deganlar. Minhum man istahabba dalik. Ba'zilar shuna qazosini qilish, o'qilish mustahab debdi. Ba'zilar ixtiyoring debdi. Wal aslu fi qada'iha salatuhu laha sallallohu alayhi vasallam. Bu yerga asl degandan maqsad nima? Va dalil al-maqis alayh. Al-maqis alayh mishal. Fi qada'iha salatuhu laha sallallohu alayhi vasallam ba'da tulu'i ash-shams hina nama 'an as-salati qachon? Laylat at-ta'ris. Bu laylat at-ta'risni men başta o'qigan vaqtimda Resulullah'ın da toy kılıp toy gitse bamdat kopamay kağa okşaydı ki tabii yani ben sahabımdan bazıları ölmanın nusqa xatimlama cemaat ilgilenmegen birisi de söylep ketken çağda birisi toy kılan çağda degan bir ölmanın tercüme aldı bağı. Yalnız toy kılan kine bamdat kopamay okşaydı ki de bu arrasa bilen arasa diye oturdu ki fark kem bu. Aris deb bunda tushensek, urus deb tushensek, to'y deb darhol kallamiz qildi. Men shunda shuni qilib ketdim. Keyin qarasam bu tarix degan, arras degan kechicha, balkimda yarim kechgacha yo'l yurib, yarim kecha hali bir soat 12 dan oshqa vaqtda to'xtab oramlashga yotgan bo'lsa, bu tarix bo'ldi ekan. Arrasa fi safar desa, kechining bir qismini kechgacha yo'lmi, yarim kechada aram oldi degan bo'ldi. Bak gazuk yetip ketkendikin keyin hamma uxlab ketgan. Hani Bilal o'g'atda andan tug'an o'rinda yo'tkirib boshqa yerda andan bamdatni sunnatidan o'qildi. Shu orqali Alloh taolo o Rasulni unda qarinanda o'qitib qo'yib bundan o'qimaydi. Rasululloh darhol uni o'qitib, lekin mushu orqali islom ummatiga bunda qulaylikni, bunda ahkomni bekitib berishdan iborat. Maqsad shu. Yani Resulullah'ın emri sünnet arkalık bekçi perişte ibaret. Vallahu alem.